Mu bir ayol kishiga nisbatan texmi o'ng'ay ish emas. To'g'ri ustoz, yaxshimisizlar? Men bugun Pichandan maxsus o'zlardan shu o'zimizniki naqshlar to'g'riliq maslahat olay deb oldilariga keldim. Hoş geldiniz. Halime, yüzünüzün tanıştığımızsınızmı? Siz bizim İpek yolu'nunki nəhayət güçlük mahirlerining birisi. İpek yolu qatnaşqandan keyin eng oldin qatardagi mahir bo'lib, o'quvchi bo'lib, o'zingizning naqshlarini namoyon qildingiz. O'tganda bir kechilik qildingiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Mush bir naqshchininki bir kechilik qilmoq o'ng'ay ish emas. Bu bir ayol kishiga nisbatan texmi o'ng'ay ish emas. Şu kechilikda men shu she'rni yozgan, Mavlon Mamtuman muzikasini ishlagan ikki naqshi bor, yaxshilar. Yana birisi Mangulik Hamroh. Bu ikki naqsha men bunda kechiligingizni ko'rib baqdim. Shu kechilikda xeyli yaxshi naqshlarning birisiga aylanibdi, yo'q, ikkisiga aylanibdi. Bu ikki naqsha nəhayət ondan naqshlar o'qibdi. Hozir texe Pichanninki Kumlar kızımı da, çiçekli de. Bizmo şu Pichanning kumu nəhayət pakiz buludu. Pichanning kumu da sizning avazınız mı intayin pakiz. Şu Pichanning kumu çiçekligende taza berip, bir kumluğu düşüp, Pichanning yaxşı meyveleri var, hava sap, çukum Pichan'da bir yoklap gelmez. Özlerine xuddi bugün meni yoklap gelgenlerge okşaş. Ki naqsh to'g'riliq azroq bir so'z ish baqayli. O tekstni olgandan keyin o'zlari endi Mavlon Mamtumanga ba'lima. Tekstni ko'rib shunchalik suyundim. Bu tekst haqiqatan shu atrofimizdagi yaxshi ish qilayotgan, yaxshi kishilar tariflangan tekst yomon chiroyli yozilgan bir naqsh bo'ldi. Shunga eng yaxshi ishlaydigan birasiga beraylik tekstni deb shu Mavlon Mamtuman ustozga bergan. Mangulik Hamroh bilan ikkisini shunday yaxshi ishlab bergandan keyin kechilikda o'rinlagandan keyin inkas mı yaxshi oldu? Ko'rganlarning inkasi bek yaxshi oldu. Bu naqshni har qitim aytgan vaqtimda ko'z oldimga mush atrofimizdagi yaxshilar, yaxshi ish qilayotgan yaxshilar ko'z oldimga keldi. Mening bir manda bir gapim bor. 1000 odam orasida 1000dek yaxshi bor deydigan bir misrasim bor-ku. Bu nima degan gap desiniz? 1000 odamning hammasi yaxshi degan gapchu. To'g'ri. Shu ba'zi bir sabablardan, ba'zi bir ichki dunyosimizning qalaymi qolishi, ba'zi bir muhitning ta'siri bilan ba'zi odamlar shu sal yomonga aylanib ketib qoldi, eskiga aylanib qoldi. Amaliyotda hamma odam yaxshichu. Tug'ilmishidan bu vaqtni biz eski deyolmaymiz. To'g'ri. Yomon deyolmaymiz. Tug'ilgan bu vaqt chuqum eng yaxshi pak tug'ildi-chu. Shu ijtimoiy turmushda endin yoki unda, yoki bunda deb ayriliq qilishi mumkin. Shunga yaxshilar uchun biz naqshlar aytishimiz kerak. Shunga biz yaxshilarga mangulik hamroh. To'g'ri. Rahmat. Shu ikki tekstni shunday yaxshi isbotlar. Rahmat. Men shunday xush bo'ldim. Fazilat yaxshilikning qut belgisi.